To'g'ri, men sizlarga shu narsani aytmoqchimanki, mana bugungi o'tirishimiz sababchi bo'lmish do'stimiz Ruslanjon va kelinimiz Hayot oylarining visol oqshomida o'tirar ekanmiz. Men bu fursatdan foydalanib ikkalashga kelasi ishlarida rivoj. Nasib bo'lsa kelgusi yillarda mana shunday davralarda beshik to'ylarida o'tirish. Samarqand va Sirdaryoning bir-biriga bo'lgan rishtalarini yanada bog'lashga tilakdoshman. Bu yerda o'tirgan barcha kursdoshlar, sinfdoshlar, ona-onalar, hoji onalar, hoji otalar, barchalaringizga mana shunday itoatli, o'z eriga vafodor qizlarni yetishib chiqish uchun sizga avvalambor hammamiz nomimizdan alangalik rahmat aytamiz. Yigitlar, hammalaringizga mana shunday kelinimizdek, singillarimizdek itoatli, o'z eriga vafodor, o'zini dinini, hurmatini, kelib chiqqan mansabini unutmaydigan qizlar nasib qilsin. Men sevsam itoatli qizni sevaman. Yuzlari qirmizı shirin so'zni sevaman. Bulbullar uchun yaralgan emas, bir bulbul uchun yaralgan gulni sevaman va menga itoatli qizni sevaman. Jannat misol hidingizdan, bizga aytgan so'zingizdan, qirmizi oq yuzingizdan rahmat sizga onajonim. Rahmat sizga onajonim. Jannat ifor izingizdan, har bir yomon so'zingizdan, menga aytgan so'zingizdan rahmat sizga onajonim. Do'stlarimiz, onalarimiz, hammamiz o'z ona vaqtimizga sog' omon bo'laylik. Bu kunlarda ko'rishish, yana diydor ko'rishish nasib qilsin. Barcha sinfdosh va do'stlar davrada yig'ilib, hammamiz mana shunday shodiyonalarda diydor ko'rishish nasib qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Rais bu, davomli so'z bergansiz.